Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Darsimizni boshlaymiz. Arab tili fanidan 11 ma'ruza. اللغة العربية الدرس الحادي عشر. Demek mavzuyimiz Arab alifbosi va fonetikasi, g'oyn va ya harflari hamda arab tilida jins kategoriyasi deb nomlanadi. Demak, rejamiz 3 qismdan iborat. Birinchisi g'oyn harfiga, ikkinchisi ya harfiga bag'ishlansa, uchinchi rejamiz arab tilida jins kategoriyasi deb nomlanadi. Demak, g'oynun harfi g'g'a undash tovushini ifodalaydi. Arab alifbosining 19 harfi hisoblanadi. O'zbek tilidagi g'ga o'xshash tovushni ifodalaydi. Harf to'rt ko'rinishli, abjad hisobi ming. Demak, bu harfdan katta abjad hisobi yo'q. Ya'ni eng katta abjad hisobi g'oyinda ming. Siz ekranlaringizdagi suratda o'ng tomondagi pastki suratda g'oyn harfining alohida ko'rinishini ko'rib turibsiz. Qizilda kattada berilgan. Demak, qaysi qismi satrdan tepada va qaysi qismi satrdan pastda bo'lishi. Demak, 3dan 1 qismi satrdan tepada va 3dan 2 qismi satrdan pastda yoziladi. Shuningdek, harfning qirg'oqlariga, chekkalariga e'tibor beramiz. Ya'ni bir-biridan chiqib ketmagan holda yozish kerak. Pastda ko'rinishlari. So'z boshida ko'rinishi berilyapti. Ya'ni ko'k rangda birinchisi fatha bilan g'a. Demak, bu yerda satr tepasida to'liq yoziladi. Ikkinchisi so'z o'rtasida, ya'ni pastdagi ko'kdagi ikkinchisi o'ng tomondan. Demak, so'z boshidagisi esa o'ng tomondan birinchisi edi. Demak, g'i bu yerda ikki tomondan qo'shib yozilyapti va satr ustida. Ko'k rangdagi o'ngdan uchinchi kichkina, demak o'sha harfning shakli bu so'z oxiridagi shakli o'zidan oldin ulanyapti va bomma harakati qo'yilgan bug'u deb o'qiymiz. Va to'rtinchida yana alohida shakli qaytarib berilyapti, ko'rsatilyapti. Bu yerda demak suratda, chap tomondagi suratda og'iz bo'shlig'ida, ya'ni g'ni tillarimiz qanday holatda turishi aks etgan g'y. Bu tovush o'zbek tilida mavjud bo'lganligi sababli, demak bizga unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Uni talaffuz qilishimiz oson. So'zlarga o'tamiz. G'aynun harfi ishtirokidagi, ya'ni g'ayn harfi ishtirokidagi so'zlar. Birinchi so'zimiz g'ubarun. G'ubarun. Bu yerda so'z boshi ko'rinishi olinyapti. Demak, satr tepasida. Ikkinchi so'zimiz bug'azun. Bug'azun. Bu yerda so'z o'rtasi ko'rinishi ikki tomonlama qo'shilgan. Bu geografik bo'g'oz degan ma'noni beradi. Sibg'un. Sibg'un. Bu so'zimizda so'z oxiri ko'rinishi, ya'ni bga ulab yozilgan bo'yoq degan ma'noni beradi. Va nihoyat to'rtinchi so'zimiz sobbag'un. Sobbag'un. Bu yerda so'z oxirida kelgan bo'lsa ham, lekin alohida ko'rinishini yozamiz, chunki alif o'zidan keyingi harfga ulanmaydi. Bo'yoqchi ma'nosini beradi. Bo'yoq so'zi bilan o'zaki bitta. Shu sababli ma'nolar ham o'xshaydi. Demak, keyingi harfimiz yeun harfi. Bu ye undoshi va cho'ziq i. Unli tovushini ifodalaydi. Arab alifbosining 25 harfi hisoblanadi. Tovushlar o'zbek tilidagi kabi talaffuz qilinadi. To'rt ko'rinishli harf, abjad hisobi un. Demak, bu alifboning oxirgi harfi hisoblanadi. Ye, mana ko'rib turibsiz ko'rinishini. Bu yerda ikki nuqta bilan berilgan. Endi bu yerda kompyuter shriftlarida ikki nuqta bilan berish yoki ikki nuqtani bermaslik, ya'ni alohida ko'rinishi va so'z oxiri ko'rinishida har doim ham ikki nuqtasi qo'yilavermaydi, lekin so'z boshi va so'z o'rtasi ko'rinishida har doim ikki nuqtasi qo'yilishi shart. Demak, bu yerda yaqsubun, yaqsubun, yaqsub, ya'ni bu yerda ninachi qo'yilgan rasmda. Endi harfga harakatlar qo'yilganda quyidagicha o'qiladi. Fatha bilan ya, kasra bilan yi va bomma bilan yu. Alohida shaklini ko'rib turibsiz. Yuqorida aytganimizdek nuqtasiz ham yoziladi alohida shakli. Demak, pastdagi ikki qatorda alohida shaklining qaysi qismi satrdan tepada va qaysi qismi satrdan pastda bo'lishi ko'rsatib o'tilmoqda. So'z boshi ko'rinishi, demak, to'liq satrdan tepada, xuddi b, d, s harflari kabi yoziladi. So'z o'rtasi ko'rinishi ham shunday.
va so'z oxirida ko'rinishda ko'rib turibsiz, u yerda to'liq satr pastida yoziladi. Y harfi ishtirokidagi so'zlarni ko'rib chiqamiz. So'z boshida kelganda yebasin so'zini olganmiz misol sifatida yebasin. Bu quruq narsa degan ma'noni bildiradi. So'z boshida kelyapti, o'zidan keyingi harfga ulanadi. Leyyinun, leyyinun. Bu yumshoq degan ma'noni beradi. Leyyinun. Demak, so'z o'rtasidagi holati ikki tomonlama ulab yozilyapti. Keyingi so'z linun. Bunda ham so'z o'rtasidagi holat ikki tomonlama ulab yozilyapti, lekin tepada ye tovushini ifodalagan bo'lsa, pastda cho'ziq i'ni ifodalayapti. Linun. Va nihoyat oxirgi so'zimizda ikkita ya harfi ishtirok etgan yaminun so'zi. Bu yerda so'z boshi ko'rinishi, demak, mimga ulab yozilgan to'liq satr tepasida, keyin so'z o'rtasi ko'rinishi berilyapti. Yaminun, yaminun. Demak, arab tilida jins kategoriyasiga o'tadigan bo'lsak, arab tilida jins ikki turga bo'linadi. Masalan, jins kategoriyasi ko'plab tillarda mavjud. Bizni o'zbek tilida unchalik mavjud emas, faqat ma'lum bir o'zlashgan so'zlarda uchrashi mumkin. Masalan, adib, adiba, shoir, shoira kabi. E, Arab tilida jins ikki asosiy turga bo'linadi. Masalan, muzakkar jins, al-muzakkar bu erkak jinsini ifodalaydi. E, Va ikkinchi jins bu muannas. Al muannas ya'ni ayol jinsini ifodalaydi. Masalan, rus tilida uchta jins bo'lsa, kategoriyasi bo'lsa so'zlarda, arab tilida ikkita jins kategoriyasi mavjud. Demak, muannas so'zlardan ko'rib chiqishni boshlaymiz, lekin birinchi ko'pincha muzakkar keladi. Biroq muannas so'zlar belgisi bilan ajralib turadi, yorqinroq. Shu sababli biz muannas so'zlardan boshlayapmiz. Muannas jinsni bildiruvchi bir nechta grammatik belgilar mavjud. Birinchisi so'z oxiridagi atun qo'shimchasi. Bu muannaslikni ifodalaydi. Va bu atun qo'shimchasi yozuvda tamarbuta, ya'ni bog'langan t harfi bilan yoziladi. Bu harf alohida harf emas, balki H va T harflarini birlashtirilgan varianti desa ham bo'ladi. H qoidalari asosida yoziladi. Faqat so'z oxirida kelganligi sababli biz H ni so'z oxiri ko'rinishi kabi yozamiz. Faqat ikkita nuqtani qo'yamiz. Shunisi bilan bu tamarbuta deb ataladi. Tamarbuta so'zi, masalan, g'urfatun so'zida keladi. Tamarbuta harfi g'urfatun so'zida keladi. Misol uchun, uni ko'rib turibsiz, ko'kda belgilab qo'yilgan, qo'shib yozilyapti faga. Masalan degandan keyin g'urfatun xona degan ma'noni beradi. Keyingi so'zimiz madinatun. Bunda demak qo'shib yozilgan, bunda ham atun qo'shimchasi shahar degan ma'noni beradi. Ikkinchi holat bu yerda u, ya'ni cho'ziq alif va u bilan tugagan so'zlar ham muannaslikni ifodalaydi. Misol uchun sohrau, sohrau, sohrau. Demak, sahro degan ma'noni beradi. Shahlau, ko'kko'z muannas variantda, ya'ni ko'kko'z qiz desa ham bo'ladi. Shahlau. Keyingi so'zimiz, keyingi demak o'sha muannaslikni ifodalovchi harf, bu belgi, ya'ni alif maksura deb nomlanadi. Ya harfini yozamiz, biroq ya cho'ziq a tarzida o'qiladi. Faqat so'z oxirida keladi. Bu ham mana misollarda ko'rib turibsiz. Zikro, zikro, zikro. Xotira. Kubro, kubro. Bunda ham demak eng katta, faqat muannas variantda berilyapti. Muzakkarda endi so'zlarga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni oxiri yuqoridagi holatlardan boshqa tovushlar bilan tugagan so'zlar muzakkar jins hisoblanadi. Masalan, baytun bu un bilan tugayapti. Atun yo'q, shuning uchun bu muzakkar. Babun bu ham muzakkar, chunki bunda ham oxirida atun yo'q. Babun. Daftarun, qalamun, kitabun, basun kabi so'zlarni ham olish mumkin. Endi arab tilida jins
Qoidalarda istisnolar ham uchraydi. Masalan, shaklan muzakkar, ammo ma'no jihatdan muannas so'zlar ham mavjud. Ularni biz muannas so'z tarzida tushunamiz. Misol uchun, ummun so'zi, ummun shaklan muzakkar, lekin onani ifodalaydi. Shu sababli bu muannas so'z. Hamda xalifatun so'zi esa buning teskarisi. Shaklan muannas, ammo o'zi muzakkar so'z. Chunki erkak kishini ifodalaydi. Xalifa erkak kishi bo'lgan tarixda doim. Demak, tana a'zolari geografik tushunchalar shaklan muzakkar bo'lsa-da, ular muannas hisoblanadi. Bu ham istisno holat. Misol uchun, ardun, ardun, ardun. Demak, bu yerda atun yo'q, lekin geografik tushuncha bo'lganligi uchun yer. Bu muannas. Najmun. Bu ham yulduzni ifodalaydi. Shaklan muzakkar bo'lsa-da, muannas hisoblanadi. Hamda uznun so'zi, bu tana a'zosi quloq. Uznun. Bu ham shaklan muzakkar bo'lsa-da, muannas so'z hisoblanadi. Shuningdek, arab tilida odamlarning kasb-hunari, mansabi, mavqei, qarindoshlik munosabatlarini bildiruvchi muzakkar jinsli otlarning oxiriga tamarbuta harfini qo'shish orqali muannas variantni hosil qilish mumkin. Masalan, tiflun, bu go'dak, yigit degan ma'noni bersa, unga atun qo'shimchasini qo'shib tiflatun shaklini yasaganimizda bu go'dak qiz degan ma'noni beradi. Tolibun, demak bu talaba yigit. Tolib degan ma'noni bersa, atun qo'shimchasini qo'shganimizda tolibatun, bunda talaba qiz, toliba degan ma'noni beradi. Demak, fallahun erkak dehqon, fallahatun ayol dehqon. Omilun ishchi erkak, omilatun ishchi ayol. Ya'ni shu tarzda muallimun erkak muallim, muallimatun ayol muallim. Tilmizun o'quvchi bola, tilmizatun o'quvchi qiz. Demak, bu faqatgina odamlarning kasb-hunari, mansabi, mavqei, qarindoshlik munosabatlarini bildiruvchi ayrim muzakkar jinsli otlarning oxiriga tamarbuta harfini qo'shish orqali yasaladi. Misol uchun, qarindoshlik so'zlariga to'xtaladigan bo'lsak, ammun, bu amaki, ammatun amma, xolun tog'a, xolatun xola, jaddun bobo, jaddatun buvi. Lekin hamma so'zlarga ham qo'shib bo'lmaydi. Misol uchun, abun so'ziga qo'shmaymiz. Ona, ummun. Abun ota, ummun ona. E'tiborlaringiz uchun, hurmatli talabalar, rahmat. Mavzuni mustahkamlash uchun esa sizga quyidagi savollar taqdim etiladi. Demak, siz ularni ekranda ko'rib turibsiz. Mavzuni yana mustahkamlash uchun esa qo'shimcha adabiyotlardan foydalanishingiz mumkin. Adabiyotlar ro'yxati ham qarshingizda taqdim etilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.